Tabiatning o'zi tabib. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, eshittirish taqdimoti bilan studiyada Ma'murjon Abdiyev. Ko'pchilik o'zining salomatlikka umidini aynan tibbiy omil bilan bog'laydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tahliliga ko'ra, inson salomatligiga ta'sir etuvchi omillar orasida tibbiy ta'minot atigi 10% ni tashkil etadi. Shubhasiz, uzoq va salomat yashashning asosiy sharti tibbiy madaniyat hamda sog'lom turmush tarziga amal qilishdir. Mineral moddalar inson organizmida ko'plab fiziologik jarayonlarning me'yorda kechishida, suyaklar va to'qimalar tuzilishida muhim ahamiyatga ega. 16 ta mineral elementlari, xususan kalsiy, kaliy, magniy, natriy, fosfor, oltin gugurt organizm uchun ko'p miqdorda zarur hisoblanadi. 76 ta mikroelementning organizm hayot faoliyati uchun roli katta. Temir qon tarkibi uchun, rux oshqozon osti bezi, yod qalqonsimon bez faoliyati, mis jigar, nikel oshqozon osti bezi, litiy o'pka, stronsiy suyaklar, xrom va marganiz gipofiz faoliyati uchun juda zarur. Yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish uchun sog'lom ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun donli mahsulotlar va meva sabzavotlarni, ko'katlarni yetarli darajada iste'mol qilib, hayvon yog'lari, uglevodlar, yuqori kaloriyali ovqatlarni kamaytirish tavsiya etiladi. Agar oziq-ovqat mahsulotlari tez va kam iste'mol qilinsa, qonda qand va xolesterin miqdori kamayishini ta'minlaydi. Har qanday mavsumda shu yerning o'zida yetishtirilgan meva va sabzavotlarni iste'mol qilish zarur. Chunki odam suv, tuproq va iqlim sharoitiga genetik moslashgan bo'lib, buni hisobga olish lozim. Ratsional ovqatlanishda suv asosiy komponent bo'lib, organizmda ko'plab vazifalarni bajaradi. Muxtasar aytganda, tibbiy madaniyatli inson doimo o'z sog'ligi va oilasini salomatligiga mas'uliyatli yondashib, salomatlik darajasini o'rganib, har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Pomidorni istalgan faslda do'kon rastalardan topish mumkin bo'lgani bilan mutaxassislar tomonidan tabiiy pishib etiladigan mavsumda yeyish tavsiya qilinadi. Chunki tabiiy yorug'lik, issiqlik va namlikda ushbu mahsulotda ozuqa moddalari to'planadi. Xabaringiz bor, oldingi eshittirishlarimizda pomidorning foydali jihatlari haqida ma'lumotlar bergandik. Pomidor urug'i va undan olinadigan yog' ham juda foydali ekan. Bugungi eshittirishimizda pomidor urug'i va uning inson salomatligiga foydali xususiyatlari haqida so'z yuritamiz. Pomidor o'zining boy tarkibi tufayli yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Likopinning manbai bo'lgan ushbu mahsulot eng yaxshi antioksidant hisoblanadi va arterial qon bosimining me'yorlashtirish, aterosklerozning rivojlanishiga to'sqinlik qilish hamda qondagi yomon xolesterinni kamaytirish xususiyatiga ega. Pomidorni muntazam iste'mol qilish teri holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yozga xos bo'lgan jazirama kunlarda quyoshning ultrabinafsha nurlaridan zararlanish ehtimoli yuqori. Ushbu mahsulot pulpasida karotinoidlarning boyligi terini keng spektrli ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Ammo bu SPF kremlarini qo'llamasa ham bo'ladi degani emas. Pomidor hazm qilish tizimi uchun ahamiyatli bo'lgan kletchatkaning koni, uning iste'molidan keyin ichaklar, perisaltikasi va ovqat hazm bo'lish yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida teri salomatligi va inson kayfiyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Mavzu yuzasidan Xorazm viloyati Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi Xolida Odamboyeva o'z fikrini bildirdi. Pomidor Janubiy Amerikadan kelib chiqqan bo'lib, bugungi kunda dunyoning deyarli barcha hududlarida yetishtiriladi. U it uzumdoshlar oilasiga mansub bo'lib, oziq-ovqat sanoatida muhim o'rin egallaydi. Pomidor mevasi tarkibida suv, uglevodlar, vitaminlar va biologik faol moddalar mavjud. Ammo uning ichidagi urug'lari eng muhim biologik qism hisoblanadi. Chunki ular o'simlikning davomiyligini ta'minlaydi.
Pomidor urug'ining asosiy vazifasi yangi o'simlikni hosil qilish. Urug' tarkibida embrion mavjud bo'lib, u qulay sharoitda unib chiqadi. Embrionning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha oziq moddalar urug' ichida joylashgan. Shu sababli urug'lar tarkibida har doim biologik jihatdan juda boy bo'ladi. Bu boylik inson salomatligi uchun ham juda foydali. Pomidor urug'i 3 asosiy qismdan iborat. Urug' po'sti, embrion, endosperm. Urug' po'sti tashqi muhitdan himoya qiladi. Embrion kelajak o'simlik asosi. Endosperm oziqlantiruvchi to'qima. Urug' po'sti zich va mexanik ta'sirlarga chidamli. Endosperm esa yog'lar, oqsillar va biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi. Pomidor urug'i juda boy kimyoviy tarkibga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning tarkibida 20-30% o'simlik yog'lari, 25% gacha oqsillar, vitamin E, polifenollar, flavonidlar, mineral moddalar mavjud. Yog'larning asosiy qismini to'yinmagan yog' kislotalar tashkil qiladi. Bu yurak-qon tomir tizimi uchun nihoyatda foydali. Likopin pomidor urug'ining eng qimmatli moddasi. Likopin kuchli tabiiy antitoksidant bo'lib, u organizmni erkin radikallardan himoya qiladi. Pomidorni qanday iste'mol qilish maqsadga muvofiq? Ishonish qiyin bo'lishiga qaramasdan isbotlangan fakt, pomidorga termik ishlov berilganda uning foydali xususiyati barra holdagisidan-da yuqori bo'ladi. Buning ikkita sababi bor. Birinchisi, pomidorning it uzumdoshlar oilasiga mansub ekani bilan bog'liq bo'lib, ushbu oilaga mansub mahsulotlar organizm uchun zarar bo'lgan alkaloid saleninni o'z ichiga oladi. Pomidorlarga termik ishlov berilganda esa uning miqdori kamayadi. Tarkibida molekul bo'lgan tabiiy antioksidant likopinning konsentratsiyasi esa yuqori haroratda yanada ortadi va bu ikkinchi sabab hisoblanadi. Shuning uchun ham pomidorni barra holidan ko'ra o'z qo'lingiz bilan tomat sousi qilib yoki shunchaki pechda yo bo'lmasa grillda pishirib iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Xo'sh, pomidor urug'idan olinadigan yog'ning inson salomatligiga qanday foydali xususiyatlari bor? Mavzu yuzasidan suhbatdoshimiz o'z fikrini bildirdi. Pomidor va uning urug'i likopinning eng muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Likopinning foydalari: hujayralarni qarishdan saqlaydi, yurak xastaliklari xavfini kamaytiradi, saraton kasalliklarining oldini olishda muhim, teri va ko'z salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, erkaklar salomatligi uchun juda muhim hisoblanadi. Pomidor urug'idan asosan sovuq presslash usuli bilan yog' olinadi. Bu usul biologik faol moddalarni saqlab qolishga yordam beradi. Pomidor urug'i yog'i yengil tuzilishga ega, tez so'riladi, allergik ta'siri kam, antitoksidant xususiyatga ega. U kosmetologiyada keng qo'llaniladi. Pomidor urug'i uning mahsulotlari yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon tomirlarini mustahkamlaydi, immunitetni oshiradi, jigar va oshqozon faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, u parhez ovqatlanishda muhim o'rin tutadi. Pomidor urug'i biologik faol qo'shimchalar, parhez mahsulotlari, dorivor preparatlar, teri parvarish vositalari ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bugungi kunda unga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Xulosa qilib aytganda, pomidor urug'i oddiy chiqindi emas, balki katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega tabiiy boylik ekan. Pomidor urug'idan oqilona foydalanish sog'lom hayot tarzining muhim qismiga aylanishi mumkin. Sabzavotlar orasida sevimli bo'lgan pomidor to'yimli bo'lish bilan birga bir qancha foydali xususiyatlarga ham ega. Yurak salomatligini yaxshilaydi. Pomidor tarkibidagi ozuqaviy moddalar haqida gap ketganda, likopen bu pomidorga qizil rang beradigan birinchi raqamli tabiiy antioksidant. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, likopen yurak qon tomir tizimiga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Boshqa narsalar qatorida u qon bosimini nazorat qilishga yordam beradi, aterosklerozning oldini oladi, xolesterin va yog'lar darajasini pasaytiradi, saraton xavfini kamaytiradi. Tadqiqotchilar shuni aniqladiki, haftada 2 yoki undan ko'proq
pitsa iste'mol qilgan erkaklarda prostata saratoni xavfi 23% ga past bo'ladi. Olimlarning fikricha bu ta'sirga pomidor tarkibidagi likopen sabab bo'lgan. O'shandan beri pomidorni iste'mol qilish bilan tuxumdon, oshqozon osti bezi va prostata saratoni xavfi o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatadigan boshqa tadqiqotlar paydo bo'ldi. Qiziqarli fakt: tomat pyuresining grammagacha kaliyni o'z ichiga oladi. Tomat pastasida esa kaliy pyuredan 2 barobar ko'p. Qandli diabet ta'sirini kamaytiradi. Qandli diabetga chalinganlarga ratsionga pomidorni kiritish tavsiya etiladi. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, pomidor stress, yallig'lanish, ateroskleroz va diabetga olib keladigan to'qimalarning shikastlanishini kamaytiradi. Tushlikda pomidor iste'mol qilish ehtimol qondagi qand miqdorini darhol kamaytirmaydi, lekin uzoq muddatli himoya xususiyatlarini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Quvvatga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pchilik mahsulotlar singari pomidor ham kletchatkaning eng yaxshi manbaidir. Bitta pomidor tarkibida 1,5 gramm kletchatka ovqat hazm qilish tizimining ishlashiga yordam beradi. Shuning uchun muntazam ravishda ichak harakati yuzaga keladi. Shuningdek, boshqa uglevodlardan farqli o'laroq vazn yo'qotishga olib keladi. Terini himoya qiladi. Pomidor iste'mol qilish terining ultrabinafsha nuriga ta'sirini kamaytiradi va quyosh urishi xavfini kamaytiradi. Tadqiqotchilarning fikricha, bu pomidorda karotinoidlarning ko'pligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Albatta, bu pomidor iste'mol qilgandan so'ng quyoshdan himoyalovchi kremlardan voz kechish mumkin degani emas. Quyoshda bo'lganda yoki quyoshdan saqlovchi kremni qo'llash bilan birga bonus sifatida pomidorning qo'shimcha himoya xususiyatlaridan foydalanish mumkin. Ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Pomidor urug'idan olinadigan yog'ni tuxum hamda salat bargi bilan iste'mol qilish ko'zlar uchun foydali. Natijada ko'rish qobiliyati yaxshilanadi. Muhtaram tinglovchilar, doimo sog' va salomat bo'ling deya Mahalla radio kanalida Tabiatning o'zi tabib eshittirishini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Tabiatning o'zi tabib.